Kitoblarda ming yillik tarixni bilasanmi? Bunga ishi. Hop, assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlar bilan Akuna kitoblarida ming yillik, balki undan oshiq yillik tarixi bilan tanishamiz. Hop, taxminan 5000 yil oldin Mesopotamiya davrida ilk yozuvlar hisoblangan loy taxtachalarga yozilgan. Hop, undan keyingi Rim imperiyasi mahallida kodeks paydo bo'lgan. Kodeksda varaqlab o'qish hamda varaqlab yozish imkoniyatlari bor edi. Undan ancha yil vaqt o'tib, 1940-yilda Yoxannes Gutenberg tomonidan matbaa ixtiro qilindi. Bu ixtiro bilan turli xil ko'rinishlarda yozish, turli xil ko'rinishlarda o'qish mumkin edi. Bu ancha yillik, balki 1000 yildan oshiq, 5000 yillik, 10 yil bular tarix. Kitob haqida qancha ma'lumot kerak bo'lsa, menga aytsang bo'ladi. Obuna bo'l.